alaykum, hurmatli obunachilar. Biz Andijon viloyati Sharxon tumani Baliqchida Paxtakor degan joyda ishimizni yakunladik. Bu xonadonimizni общий kvadrati 190 kvadratga topshiryapmiz. Oqamok 04 qalinlikda qilib berganmiz. 47 metr tanlovlari bilan. Bitta ko'rib, yoqsa like tugmachani obuna olishni unutmang. Ko'chadan azorim boshladim. Ko'cha chapkamiz общий 1.11 santimetr rasxodda qilingan tanlovlarni qo'yganmiz. Ikki uyamiz bor, eshiklar bor edi. Eshikni ham qilib berganmiz, tomga chiqadigan xudlari bilan. Karnizlariga lentadan qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Bu ikki uyamizni jaluzasi bilan qo'yib qo'yganmiz. Burchaklarga ham e'tibor beringlar. Rohatxonalarimiz ikkiga bo'lingan, o'rtada xona borligi hisobiga. Holatimizni 8 ta pianinoni qo'yib berganmiz. Ikki robotimizni aylantirib, 4 ta burchagimiz, stikimiz bor xolos. Do'ppilarimiz tirik holatda bo'lgan. Atrofini karniz va shamat to'g'ri karnizga qo'yganmiz. Ichki shapkamizga kelganmiz, 2 qavat bo'lgan. Tepasi 64 santimetrdan, pastimiz 55 santimetrdan chiqyapti. Peshonamiz 18 dan 18 6 bu yog'i 65 12 6 bo'lyapti. Akfan chekalarigacha o'rab berdik. Ta'mirlarni ham o'rnatib berganmiz. Bu o'sha ta'mirimiz rasxodi 47 metr. Romni oralarigacha romni taylarini ham, romni ham chiroyli qilib o'rab qo'yganmiz. 6 ta suv tushadigan chig'anoqlarni ham qo'yib berdik tarmoqga. Bularning ichida kamarlariga karnizlarni qo'yganmiz. 2 qavat fasonimizda qilib berdik. Agar yoqqan bo'lsa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.